Longa haligacha shunaqa fleshka otyapsizlarmi? Bu fleshkalar eng qiziq hech kim oqartirmaydi-da, misol uchun mana. Longa drop keldi, fleshka uchib ketdi. Oqarmaydi mana, ko'rasizlarmi mana? Oqarmaydi. Bu yog'isi ham misol uchun o'tib ketgan igrok. Oqarmaydi. Sizlarni bu igrok. Hozir men sizlarga 100% oqartiradigan bitta fleshka ko'rsataman. Uncha bundoq kelasizlar, mana shu devorga taqarib turasizlar. Turganinglardan keyin mana shu palma bilan devor o'rtasiga kelib olasizlar. Orientir qilib mana munosib bo'ladi. O'rtasidan olib kelasizlar. Chap knopka bilan sakrab otasizlar buni. Bu fleshka 100% oqartiradi longdagi igrokka. Mana misol uchun longdagi igrok fleshka kelyapti, oqardi. Yana keldi. Oqardi. Yana bu yoqda turgan igrok oqardi. Foydalaninglar. Longa haligacha shunaqa fleshka otyapsizlarmi? Bu fleshkalar eng qiziq hech kim oqartirmaydi-da, misol uchun mana. Longa drop keldi, fleshka uchib ketdi. Oqarmaydi mana, ko'rasizlarmi mana? Oqarmaydi. Bu yog'isi ham misol uchun o'tib ketgan igrok. Oqarmaydi. Sizlarni bu igrok. Hozir men sizlarga 100% oqartiradigan bitta fleshka ko'rsataman. Uncha bundoq kelasizlar, mana shu devorga taqarib turasizlar. Turganinglardan keyin mana shu palma bilan devor o'rtasiga kelib olasizlar. Orientir qilib mana munosib bo'ladi. O'rtasidan olib kelasizlar. Chap knopka bilan sakrab otasizlar buni. Bu fleshka 100% oqartiradi longdagi igrokka. Mana misol uchun longdagi igrok fleshka kelyapti, oqardi. Yana keldi. Oqardi. Yana bu yoqda turgan igrok oqardi. Foydalaninglar.